eng katta xatarlardan bittasi odamning ustozi bo'lmasligi ekan. Ustozingiz bo'lsa, his qilib tursangiz ustozingiz borligini, sizni tergay oladigan odam borligini his qilib turar ekansiz. O'zingizdan ketib qolmas ekansiz. Sizni tergaydigan hech kim qolmagandan keyin o'zingizni shunchalik zo'r deb o'ylar ekansizki, hammadan siz aqllisiz, hammadan siz olimsiz va sizga shunday vakolat berilganki, siz hammani tahkim qila olasiz. Hammani ajrata olasiz bu do'zaxga, bu jannatga. Holbuki hech kimga bu haq berilmagan. Hech kimdan boshqalar uchun emas, hammadan o'zi uchun so'raydi. Biz esa boshqalar bilan o'tkazib o'ryapmiz. Bugun e'tibor qilingan odamlarda eng yomon tarqalgan narsa muhokama qilish, tahkim odatga, urfga aylanib ketdi. Hammaga baho beradi. Holbuki inson o'zini bilsa, boshqalarga baho bera olmaydi. Unga haqqi ham yo'q, unga vaqti ham bo'lmaydi agar o'zining nafsi bilan shug'ullansa.